Assalamu alaikum, урматтуу жалпы мусулман бир туугандар жана биздин универсал каналыбыздын жалпы көрөрмандары жана катталуучулары. Бүгүн 2020 жыл 8 март. Биз азыр Ош шаарындагы Учкун мал базарында турабыз. Эшикте күн суук, абанын температурасы 0 градус суук болуп турат. Сиздерге азыр малдардын бааларын кичине болсо дагы билип берүүгө аракет кылабыз. Aka buqanın bağısını qancha tutasiz? 75. 75 ming so'mda o'tadi mына sari buqani. Aqchasi 75 ming so'm. Jashi 1,5 yashar buqa o'xshaydi. Dishlar qo'yilgan ekan. Buqanın aqchasi qancha ekan ava? 50 ming so'm, 1,5 yashar ekan ha? Bağısı 50 ming so'm deydi mына buqani. 1,5 yashar. Jashi. Aqchasi 50 ming so'm. Siz qancha o'tasiz mana? 50 to'g'ri. 50 ming so'mda o'tadi bu ko'k buqanida. Bu da 1,5 yashar ekan ha, Jashi? Yo'q, to'g'ri. Jashi 1,5 yashar ekan, bağısı 50 ming so'm. Buqanın aqchasi qancha ekan? 1,5 yashar mı, 2 yashar mı? Buqanın aqchasi 55 ming so'm deydi. Jashi 1,5 yashar bo'lib qoladi da tegesi. Sizniki qancha ekan da? 55 ming da otam deydi buni dağı. Bu dağı 1,5 yashar. Uchqun mol bozorunda buqalardan bağların bilip bereceğiz sizlerge. Bağlanan buqalardan bağları. Ya qancha da otasın ana? 2 yashar mı? 2 yashar mı? 50 ming so'm aqchasi. Jashi 1,5 yashar. Bağlanan buqalar. Ya bağısı qancha ekan buni? Bağısı qancha ekan? 50 ming so'm bunun bağısı. Bul dili 1,5 yashar buqa. Aqchasi 50 ming so'm. Mau qara buqani suralichi. Aka buqanın aqchasi qancha bo'ladi? Qancha bo'ladi? 54.200 berishdi. 54.200 ga berbey qo'ydik deydi. Jashi 2 yashar ha? 2 yashar buqa. Alan aqchasi qancha ekan? 60 kemi bor. 60 ming so'm kemi bor deydi. Jashi qancha buning? 1,5 yashar. Jashi 1,5 yashar bo'lib qoldi deydi jazga. Jazga 2 yashar bo'ladi da. Jazga 2 yashar. 2 yashar уже bo'lib qoldi. Universal. Aka buqanın aqchasi qancha? 70 ming so'mda o'tamiz deydi. Jashi qancha bo'lib qoladi buning? 70 ming so'm aqchasi. Jashi 2 yashar. Iki yashar buqa. Qancha bo'ladi? Men bularni beraman sizga. Olmuş 2,5 mal mı? Buqa 62,5 ming so'mga bog' bo'ladi.
62,5 ming so'm. Qancha ekan buqaning bahosi? 68 ming so'm deydi bu buqani. 2 yashar bo'lib qoldi. Jashi. Universal. Buqan aqchasi qancha ekan? 55. Jashi 1,5 yashar be. Mana sarı buqaning bahosi 55 ming so'm deydi. 1,5 yashar. Qancha asrovchi? 57 ming so'm beryapti mana buqaga. Mingga bermaydi. Bir yashar turpoqlarning bog'larini bilaylikchi. Nav qanchada o'tasan buni? 45. 45 ming so'm. 45 ming so'm deydi nav buqani. Bir yashar buqa. Turpoqda qanchada o'tasiz? 42 ming so'm. 42 ming so'm bir yashar turpoq. Qancha aqchasi? 40 ming. 1,5 yashar be. 1,5 yashar. 40 ming so'mda o'ta taqchasin. Jashi 1,5 yashar. Buqa. Universal. Ya. Ne vereceğiz bana? Yok, yuttu çat. Ança oldu da turpoqtur. 42 ming so'mdan bir yashar turpoqtur. Bir yashar turpoqtur 42 ming so'mdan deyotadi. Sizlarga hozir arzon turpoqlardan Jannar ayli. Otuz mingga odasın bana. Bir yashar turpoqning bahosi 31 ming so'mda o'tasa? 31 ming so'm. Qanchaga so'rayapti? Har qanday so'rayapti deydi, 30 mingga da so'rayapti. Jaqini. 26 ming pul beraman. Kam bo'lib qoladi. Bahosi qancha ekan bu? 35dan mi? İki turpoqda 35 ming so'mdan deyotadi. Bir yashar turpoqlar. Qanchadan deyotasiz ularda? 30 ta kam bor. 33 ming so'mdan kam bor deydi. Bir yashar erkak turpoqlar. Bahosi qancha ekan man? 27 ming so'm deydi. Mana vaqt turpoqda 27 ming so'mda o'tadi. Na qizil qancha qizil? Ona balandan. Qizil turpoq 30 ming so'mdan deyotadi qizilda.
Қараңыз қанша қараңыз, Екі тең 30 мыңдан. Нарқы көк 32 мың сомдан дейді. Мына қанша екен қызыл? 33 мың сомда отады, мына қызыл торпақты. Bir жашар торпақ. Универсал. Мына қанша отасыз? 34 мың сом, мына қашқа торпақ. Қашқа торпақ 34 мың сом. Мына қара қанша екен, мына қара? Tartı biraz mı? 28 kam var. Tartı. 28 мың сомдон кәмі бар да отады. Екеуі бірдейлі? Ова. Қаншадан бербей қойдыңар? 27 сұрашты ama. Жақында Бішкекті сен асып қалды біз yani. 27 мың сомдан сұраған екен, бербей қойдым дейді. Pazar düşüp ketdi. Pazar düşüp ketdi. Бүгін базар түшіп кетті дейді. Торпақ өте көп келіп тұр бүгін. Мынау ала қанша екен? 30 kam var. 30 мың сом кәмі бар дейді ала еркек торпақты. Жашы bir жашар. Qancha ekan u? 35 kami var. 35 мың сом кәмі бар дейді. Bir жашар еркек қара торпақты. Бүгін базарға торпақты тығылып кетті. Ака, мынаны қанша деп атасыз? 28 мың сом дейді, мынау алдыдағы қара торпақты. 28 мың сом. Мына бақшасын айт қойшы. 32 мың сом тарғыл торпақ. Жашы bir жашар. Басы 32 мың сом. Мынаның басы қанша екен? Ekor kakavı cuna hoca özünü. Жалғыздан айтыyorum. Жалғыздан 26. 26 мың сомдон деп атады. Bir жашар торпақтарды. Еркек торпақтар. Универсал. Bir жашар 26'dan kamı торпақтар. var. Bunları 25'e vereyim. Мынаны ма? Ава, keçini çok gram koyup versin gerek. Malum, dikanlarga veremiz. Pazar saat düşüp ketdi arzan. Бүгін базар арзан, 27'den satotqanmiz, 26'dan satotqanmiz, 25 olib qoldi, bozor tushdi. Alarman yo'q. Diqanning bozori bo'lib o'tadi. O'sha. Торпақ алып отырған болды. Ha. Ova. Jura o'zlarim nela. Diqanlarga aytib qo'y, ertaroq kelib olib olsin, ertang bozor qimmatlab ketadi jumadan keyin. Güzel tattanlar, kese güzel de güzel bakımdan mı? Ko'tarish mumkin дағы? Ko'tarish mumkin, kun ochiladi ekan. Birinchi kundan pagoda 18-20 bo'ladi. Torpaqlar shunda 30 bo'lib ketdi, kichkina torpaqlar. Alg'onlar uyda yotmay. Sizniki qancha ekan sizniki? 26 мың сом бұл дағы. Ертең o'zganda qanday bo'lishi mumkin o'shani aytib qo'ying. Ha, o'zganda mana shu pagodaga qarab bukilib turadi. Budan da tushib ketadi deb turam. Biroq sindi torpaqlar tushmaydi basi. Diqandar alvaliqlar ertaň so'zsiz kelgilar. Arzon bo'lib o'tadi. Aka, sizning torpaqlaringizning ақшасы qancha? 25 de kam var. 25 мың сомдон кәмі бар дейді. Bir жашар еркек торпақтар. Көрелч. 25 мың сомдон. Urg'ochi torpaqlar qanday bo'ldi? Sen qancha so'm? 22. Urg'ochi? Urg'ochi torpaq ekan bu 22 мың сом kami var deydi. Urg'ochi torpaqlar qo'ylar sanasa. Qashqa urg'ochi erkakmi? Erkak. Qancha ақшасы? 27 Qashqa erkek torpaq ақшасы 27 мың сом kami var deydi.
Turpoqtun bahası qancha ekan? 28 ming so'm kam bor deydi erkak turpoq. Ya buna qancha oldi? Qancha aqchasi? Aqchasi qancha? Turg'achi? 18 ming so'm deydi turg'achi bir yashar turpoq. Aka buna qizilning bahasi qancha? 20 ming so'm urg'achi turpoq. Urg'achi turpoq ekan, bahasi 20 ming so'm. Bahasi qancha ekan buning? 17. Urg'achi? Urg'achi turpoq ekan, bahasi 17 ming so'm. Bugungi turpoqlarning bahasi shunday tuğanlar. Bugun bir ko'lib sovuq bo'lgandan байланыштуу az bahasi tushdi. Erteng Xudo qalasa o'zgöndögi Krasный Mаяк mol bozorini tatib beramiz sizlarga. Sizler bizning kanalga yozilib, bizning kanalda qo'llab qo'yingizlar. Unda mesela Xudo qalasa erteng ko'rishguncha omon bo'lingizlar, tinch bo'lingizlar.